qanday menejerlarni ishga olish kerak? Agar menga ishonsangiz, men aytganim qiling. Birinchisi, qarzi va kreditlari bor menejerlarni ishga olganingizni tavsiya qilaman. Nimaga desangiz, chunki oyning oxirigacha yopadigan joylari ko'p, zaruriyatlari ko'p bo'lganligi uchun ular majbur bo'ladi oyning oxirigacha sizga natija qilib berishga. Ikkinchisi, standartlari yuqori bo'lgan menejerlar. Ular qanday xodimlar desangiz, o'zini yaxshi ko'radigan, o'zini sevadigan, o'zi uchun katta xarajatlar qiladigan xodim. Ya'ni sizni korxonangizdan ko'proq pul topish maqsadida u ko'p ishlaydi. Chunki unga katta pul kerak va uni standartlari yuqori bo'lganligi uchun oyning oxirida u katta pul topish kerak. Uchinchisi, pulni deb o'zini tomdan tashlaydigan xodimlarni olishni tavsiya qilaman. Ular pulni sevadi, yaxshi ko'radi. Pul uchun ular xameleon bo'ladi. Ya'ni har qanday holatga ham rozi bo'ladi. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul. To'rtinchisi, ajrashgan, bitta bolasi bor ayolni ishga olishni tavsiya qilaman, ya'ni menejerlikka. Ular bolasi uchun katta maqsadlarga erishish uchun har qanday holatga ham tayyor turadi. Lekin kamida 2 yil ajrashgan bo'lish kerak. Bunaqa ayollar hayoti davomida ko'p qiyinchiliklarni ko'rgan bo'ladi. Bu yaxshi sifat, yomon emas. Bu nimaga yaxshi desangiz, chunki klientlar bilan ishlashga, til topishib ketishiga zo'r foyda beradi. Bularni qiyinchilik ko'rganligi. Shuning uchun ajrashgan, kamida 2 yil bo'lgan, bitta farzandi bor ayolni olishni tavsiya qilaman.